Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilar. Bugun men sizlarga nihoyatda ko'p kommentariyalarga sabab bo'ladigan, ko'p yoziladigan stomatolog muolajasidan yoki bo'lmasa umumiy olganda stomatolog kreslosidan o'tiradigan asbob uskunalardan qo'rquv haqida aytib bermoqchiman. Qo'rquv bu normal fiziologik holat hisoblanadi. Agar bizning qo'rquvimiz bo'lmaganda edi, biz har qanday ishdan tap tortmasdan uni bajarib ko'rgan va hayotimizni xavfga qo'ygan bo'lar edik. Qo'rquv bor ekan, bizni himoya qilar ekan, buni yengmaymiz, ya'ni bunga qarshi kurashmaymiz degan emas. Chunki o'z vaqtida qo'rquvni yengmasangiz va stomatolog muolajasini olmasangiz, unda sizning tishlaringiz yanada yomonlashib boradi. Ana endi shu o'rinda qo'rquv o'zi aslida qanday jarayon ekanligini tushuntirib o'taman. Bizning miya faoliyatimizda maxsus bir o'choq borki, bu o'choq sizga doim stomatologdan qo'rqish kerakligini uqtirib turadi. Bu qo'rquv sizga qachondir bolalikda orttirib olgan travmalaringizdan kelib qolgan bo'lishligi, yoki bo'lmasa kimdandir eshitish orqali paydo bo'lgan bo'lishligi, yoki bo'lmasa qachondir siz stomatologga borgansiz, ijobiy yakunlanmagan davo choralari qo'llangandan qo'rquv yuzaga kelib qolgan bo'lishligi mumkin. Umumiy olganda qo'rquvni biz tushunib oldik, ammo qo'rquvni yengishga yo'l bormi yoki yo'qmi shuni bilib olamiz. Albatta buning imkoni bor. Eng avvalambor bu qo'rquvingizni yengishingiz uchun o'zingizga ma'qul keladigan mutaxassis tanlay olishingizda. Bu mutaxassis sizni ruhan qo'llab-quvvatlashligi, sizni tushunishligi, muolajani sekin astalik bilan boshlanishligi, og'riq bo'lganda to'xtatilishi va aynan qo'rquvingizni kamaytirishga qaratilgan harakatlarni amalga oshiradi. Stomatologdan qo'rquvingiz nihoyatda ko'p bo'ladigan bo'lsa, aynan bir mutaxassis topib oldingiz, ana endi uning kreslosida o'tirib, uni ishlatiladigan instrumentlar bilan tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu ham sizning stomatologdan bo'lgan qo'rquvingizni yengishga yordam beradi. Va albatta kichik protseduralardan boshlashingiz kerak. Kichik muolajalar odatda og'riqsiz bo'ladi, qisqa muddat davom etadi. Shuni hisobida sizda sekin astalik bilan stomatologga nisbatan ishonch uyg'onib boradi. Va sizga qachonki noqulay muhit paydo bo'layotgan bo'lsa, siz stomatologga ishora berasiz, stomatolog to'xtaydi va sizning o'zingizga kelishingizni kutib oladi. Va siz qachon ruxsat berasiz, u muolajani boshlaydi. Bundan tashqari, stomatologga borishdan avval turli xil kontentlarni ko'rmasligingiz kerak. Ya'niki og'iz bo'shlig'ida amalga oshiriladigan mutaxassis aralashuvdagi qonli lavhalarni ko'rmaslik tavsiya etiladi. Ana endi hozir men sizga stomatologiyada og'riqsizlantiruvchi preparatlarning kuchi haqida aytib bermoqchiman. Haqiqatdan bir vaqtlar bu kasbda og'riqsizlantiruvchi vositalar bo'lmagan. Insonlarga yordam berish uchun tibbiyot xodimlari ularni musiqa bilan fikrlarni chalg'itishga harakat qilishgan. O'sha sababdan ham agar sizda qanaqadir qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, muolaja vaqtida siz quloqchinlarni taqib olib, musiqa tinglab turishingiz ham foydadan xoli emas. Hozirgi kunda stomatologiyada nihoyatda yaxshi anesteziya qiluvchi vositalar, ya'ni og'riqni bosib beruvchi, og'riqni sezishni kamaytiruvchi preparatlar ixtiro qilingan va bu mutlaqo sizni hech qanaqa og'riq sezmasligingizni ta'minlab beradi. Siz faqat og'iz bo'shlig'ida borayotgan jarayonni va stomatologning qo'llari orqali jag'ingizga tushayotgan bosimnigina sezib turasiz. Chunki bosim bu og'riq degani emas. Bosimni agar siz og'riq deb qo'rqsangiz, muolaja muvaffaqiyatli yakunlanmaydi. Sizning muammoyingiz kamayib qolmaydi. Buni o'rniga balki kengayib boraveradi. Shu sababdan ham sekin astalik bilan o'zingizni qo'rquvingizni yenging va og'iz bo'shlig'ingizni ijobiy holatga keltirib, davolanadigan ishlaringiz bo'lsa, davolatib olishligingiz mumkin. Videoyimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Izohlar uchun kommentariyamiz doim ochiq va videoyimizni ulashib qo'yish yodingizdan chiqib qolmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.